Brad Pitt ilk marta Angelina Jolie bilan ajralish sababini aytdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor, eng ishonchli, eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. Angelina Jolie bilan ajralishganidan deyarli 10 yil o'tgach, Brad Pitt nihoyat ajralishning asl sababini oshkor qildi. Aktyorning so'zlariga ko'ra, oiladan ketish qaroriga spirtli ichimliklarga qaramlik va keyinchalik u bilan kurashish ta'sir qilgan. yoshli aktyor Brad Pitt mashhur Armchair Expert podkastining mehmoni bo'ldi va Angelina Jolie bilan ajralishiga aynan nima sabab bo'lgani va bo'ydoqlikka qaytganidan keyingi hayoti qanday bo'lgani haqida gapirib berdi. Shunday qilib, Pitt spirtli ichimliklarga qaramlikdan aziyat chekkanini va zararli qaramlikdan xalos bo'lish uchun anonim alkogolizm klubiga yozilishga majbur bo'lganini tan oldi. Bunday dasturlar Amerikada juda mashhur. Ular guruh uchrashuvlari shaklida o'tkaziladi. Ularning ishtirokchilari anonimlikni saqlaydi. O'zlarining qaramligi va unga qarshi kurashish tafsilotlari bilan ochiqchasiga o'rtoqlashadi va shu bilan ularga yordam beradigan boshqa qaramlar va murabbiylardan yordam oladi. Anonim alkogoliklarning yig'ilishlariga Brad Pitt ajrashganidan 1,5 yil o'tib borishni boshladi va uning so'zlariga ko'ra, bu tajriba unga nafaqat o'zini shaxs sifatida, balki umuman hayotga yangicha qarashga yordam berdi. Pitt atrofdagi odamlarning qanchalik ochiqligini ko'rib, o'zini ilhomlanganday his qilganini aytdi. Menga bu shunchaki hayratlanarli tuyuldi. Erkaklar o'z tajribalari, kamchiliklar, xatolari, istaklari, dardlari bilan o'rtoqlashadi va shu bilan birga ko'p hazillashadi va kuladi, dedi aktyor. Pitt shuningdek boshqa giyohvandlar bilan guruhda muloqot qilish unga erkaklar o'z muammolari haqida tortinmasdan ovoz chiqarib gapirishi mumkinligini tushunishga yordam berganini aytdi. Bungacha u ham uning atrofidagilar ham har doim o'zlarining zaif tomonlarini yashirib, hammasi a'lo deyishga harakat qilgan. O'zining spirtli ichimliklarga qaramligi haqida Brad Pitt 1-marta 2019-yilda gapirgan. O'shanda aktyor intervyularidan birida muxlislarini hayratda qoldirib, o'ziga nima berilsa, shuni iste'mol qilganini aytgan. Shuningdek, ichimlikka ruju qo'yganini, oilasi bilan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatganini va hatto qo'l ko'tarishga turtki berganiga ishora qilgan. Bu faktni Jolie 2016-yilda ajralish paytida bergan sud hujjatlari ham tasdiqladi. Ularda Pitt unga va ularning bolalariga qo'l ko'targanini aytilgan. Rasmiy ravishda nikoh faqat 2019-yilda bekor qilindi. Aktyorning so'zlariga ko'ra, u bolalari bilan haligacha muloqot qilmaydi va ular bilan aloqani tiklashga urinishlar hech qanday natija bermadi.